hozir Suudga ketyapmiz. Suudga emas, Secretary of State deydi. Водительский pravalar, haydovchi guvohnomalari bilan shug'ullanadigan idora, shtat idorasi, Michigan shtat idorasi. O'sha yoqqa boryapmiz. Hozir mashinani haydab ketayotgan odam u pravasi fevralda CDL kommerchеский водительский pravasi bekor bo'lgan, uni bekor bo'lganini o'zi bilmasdan yurgan. Hozir fevral, mart, aprel, may 3-4 oy bo'lib qolgan. Endi страхование olayotganda bilib qolganda, keyin endi o'sha shtatga borib, hozir Secretary of State deymiz, davlat kotibiga borib, o'sha yerda uni qaytadan tiklash mumkinmi, tiklash uchun nimalar qilish kerak, yoki bo'lmasa tiklash mumkinmi, tiklash kerakmi, yo'qmi, undan keyin yoki oddiy haydovchilik guvohnomasiga almashtirish mumkinmi, yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Temperaturani biroz pasaytirib qo'ying. Shuni tekshirib ko'radi. Bu odamimiz ham o'zi chegaradan o'tgan yil sakrab o'tgan, devordan detentionda turgan, 3-4 oy detentionda turib, keyin suddan o'tib yashab yurgan, mashina olib, o'sha katta gruzovoy mashina olib haydab o'qigan. Hozir shuni shtatga borib ko'ramiz, natijasini bildiramiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Hozir mana 5-7 minut qoldi shtat kotibini idorasiga yaqinlashib qolganimizga ham. Ana endi bu mashinamizni o'zi ham tashqarilari urilgan, u yoqlari shilinib yotibdi, eshiklar bukchaygan. Keyin priborlarni qarasangiz, mana bu yerdan ular yonib turibdi, maslasi almashtirilmaganmi bir balolar. Keyin bu ham Sanjarboydagiga o'xshab Prius mashina ekan o'zi ham. Mashinaning o'zini ahvoli joyida emas. Shu hozir shtat kotibiga borib, o'shani topib, muhokama qilib qaytib keladi. Bu odamimiz ko'radi, nima qo'yadi, nima chiqadi. Shu bilan umid qilamiz, balki bir narsaga erishib chiqar degan umiddamiz. Mana shtat kotibini idorasiga yaqinlashib qoldik. Mana shu plazada joylashgan. Hozir shu plazada joylashgan, shu yerga kelib qoldik. Qarasangiz ko'k anavda yozilgan. Mana Secretary of State deydi. Secretary of State, mana shu yerga kelib qoldik. Bu yerda men yana bittasini olib kelgandim, pravasi vaqtincha bekor bo'lganida. Bu yerda men bir necha marotaba bo'lganman. Hozir endi ko'ramiz nima bo'ladi. Ko'ramizda sizlarga anavsini natijasini bildiramiz chiqqandan keyin. Bo'pti, bo'lmasa mayli. Mashinani ko'rsangiz, mana bu yerlariga anav qo'yilgan. Anavda bog'li. Bu bilan biz pravodalarni bog'laymiz. Bular mana bu anav krillalarni shu bilan bog'lab chiqqan. Mana Home Depot biron joydan sotib olgan bo'lsa kerak-da. Undan keyin mana bu yerlariga mana biz jilezga qo'yadigan biz shurubalar bor edi. Shundan o'tgan safar uyiga shurubalarga qo'yganmiz. Bular mashinani shunda yamab chiqqan bular bilan. Keyin mana bu yoqlari ham shilinib yotibdi, u yoqlari ko'p o'sha ahvol. Secretary of State'dan chiqdik. O'sha pravolar bo'yicha davlat kotibini idorasidan chiqdik. Bular xat jo'natishgan, qaysi nomerga telefon qilishda aytishgan, ammo hech kim telefon ham qilmagan, boshqa narsa qilmagan. Kommerchеский
prava bekor bo'lgan haqiqatdan ham, ammo bu pravani hozir bemalol Michiganda oddiy prava sifatida qo'llanib yurishi mumkin. Politsiya to'xtatganda ham ko'rsatsa, oddiy mashinani hozir haydab yuribdi, mana shu pravani ko'rsatsa muammo chiqmaydi. Ammo katta mashina bilan haydab yursa, bu pravani ko'rsatsa qamoqqa olinishi mumkin. Ammo hozir kichkina mana bu hozir ko'rsatgan yamalgan mashinalar, narigi tarafdagi mana bu ko'ryapti, hammasini bemalol haydab yurishi mumkin. Tijoriy katta gruzovik mashinalarda haydolmaydi. Endi hozir bu telefonga telefon qilib, mana bu nomerni teringsiz, bu teringni speakerfonga qo'ying. O'shani ana qiling. Tering. Hozir telefon qilamiz, keyin uni shaxsiy ma'lumotlari bo'ladi. Ular telefonga javob bergandan keyin men anavda pauzaga qo'yaman, chunki buni boshidan qayta telefon qilamiz hozir. Boshing. Please leave your name, phone number, and a brief explanation for your call. We will return your call within 2 business days. Thank you. Record your message at the tone. Bor yo'g'i ismingizni aytasiz, familiyangizni aytasiz, familiyangizni aytib telefon qoldirasiz. Bironta odam trubkani ko'tarayotgan yo'q, javob berayotgan yo'q. Endi boshqa bir telefonlarda harakat qilib ko'ramiz, bo'ladimi yo'qmi. Birinchi nomerga telefon qildik, ism familiyani qoldirish kerak ekan, keyin bu deb osib qo'yadi trubkani. Keyin yana bittasiga telefon qildik, unisidan keyin yana bir boshqasiga telefon qilishdi, bir odamni ismini berdi, u yerga telefon qilish kerak. Yana bir case nomer bor. Shu bilan endi yana bittasiga hozir telefon qilamiz. Shu bilan telefon qilib gaplashib nima qilish kerakligini bilamiz. Bu odamimiz $20,000 sarflab mashinaga pul to'lab olgan, keyin mashinani yana qaytarib bergan, remontiga $7,000 to'lagan. Hozircha shu. Endi qaytib boramiz. Ketdik, bo'ldi. Bu yerda shtat kotibini idorasida qiladigan ish qolmadi bu yerda. Bu yerda ish qolmadi. Endi qonavda bo'ladi. Telefon orqali bo'ladi, undan keyin ko'ramiz nima qilish kerak. Hozircha shu ahvol. Yana bir narsa, agar pravalar admin bo'lgan bo'lsa, ba'zi birlar O'zbekistonda pravasi bo'ladi, keyin O'zbekistonda pravasiga o'tib ketaman deb o'zlaricha o'ylab haydab yuraveradi. Unaqa bo'lmaydi. Agar bu shtat pravani cancel qildi degani, bu shtatda butun Amerika bo'yicha prava cancel, guvohnoma cancel admin bo'lgan degani. Bu degani qo'llana olmaysiz uni. U boshqa bir shtatdan, bir boshqa mamlakatdan u yoq bu yoq prava olib haydab yuraman deya olmaysiz. Ammo bu odamimizdagi CDL portioni, o'sha tijoriy portioni qismi, katta mashinalar uchun qismi bekor bo'lgan, oddiy qismi turibdi. U bemalol haydab yurishi mumkin. Agar oddiy qismi ham bekor bo'lganda umuman mashina hayda olmaysiz. Unaqa O'zbekistonda pravasi bor, boshqa bor degan gap o'tmaydi. Shtat bekor qildimi yoki davlat bekor qildimi, butun Amerika bo'yicha hamma joyda bekor bo'ladi. Chunki mumkin emas. U pravani bekor qilib boshqa yo'llar bilan mashina haydab yurish imkoniyati yo'q, noqonuniy. Shu. Bu odamimiz afsuski mashinasini gruzovoyini topshirib yuborgan, unga aytishgan qancha vaqt oladi deyishgan, undan keyin mashinani sotib olganda har oyda $5,000 to'lab turish kerak ekan, puli yo'q ekan. O'shaning uchun mashinani topshirib yuborgan. Endi 1-2 oy nima qiladi? Balki hali narigi odamimiz nima javob beradi, nima qo'yadi, shunga qarab ishga kirishaveradi. Bo'ldi, mana shu. Natijamiz mana shu. Bo'ldi. Shu sizlarda ham agar o'shanaqa holatlar bo'lsa,
ana shunday borib o'zlaringiz hal qilib ketaverasizlar shekilli bunga o'xshab. Bo'pti, mayli. Xuligan shipirma